bo'yicha viloyatlarda oylab mesetsami bolani cho'miltirishmaydi. Nimagadir Qarshida ayniqsa ko'p ko'rganman, Qarshiga filialimga borganda, buni sizlarga aloqasi yo'q, kameraga gapiryapman. Qo'liga ip boylab qo'yishadi. Endi qanaqadir irim bo'lsa kerak, u ko'z tegmasligi uchunmi bilmayman. Lekin u bolalarga aniq ko'z tegmaydi-da, hidini o'ziga ko'z tegmaydi. U bolalarga oylab cho'miltirmagandan keyin olib kelib yechintirishsa, gup bitib shunaqa hid chiqadi. Aniq ko'z tegmaydi. Ma'vodadagi sarg'aygan qazg'on o'ziga ham ko'z tegmaydi. Men demoqchi bo'lganim, gidrovannadan qo'rqib, ko'pchilik qishda ham gidroga solishga qo'rqadi. Qancha ko'p cho'miltirsanglar, bola shuncha immuniteti oshadi. Qancha ko'p cho'miltirsanglar, immun tizimi mustahkamlanadi. Qancha ko'p cho'miltirsanglar, shuncha bez yig'adi, semiradi. Badanida